Hoji Abaydulla İbrahimning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Dağ nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Bir düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yaqub bey oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zingni o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini katlarni tepib, minsni chuvatmasam, oy Muhammad degan itimni yo'tib bitaman. Manjola toza haddidan eshibdi. Va davlat oliylarida katta podshohga o'zini chaqlay olmay shirtin o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Durust. O shu tantanalik jakardan keyin u Yaqub Bekka yerni so'ygidek bo'lib ta'zim qildi. Yenish-yenishlab hashqalli aytdi. Hokim kabi cho'ng amalga dalolat qilganiga eng chiroyli so'zlar bilan tashakkur bildirdi. Biroq bu xushomatlar faqat qoida yuzasida qilinayotganligi Allohdan o'zga bir o'zigila ayon edi. Niyoz Hokimbek bugun atigandala divonga chiqdi. Bek to'qsa bolalarning tabrikini qabul qilib, munosib ishlarga bo'yrab o'tgandan keyin yana ichkirki divonga qaytib kirib, taxlab qo'yilgan ko'rpa ustiga o'zini tashladi. Beshiga ancha cho'kmaydigan kichik sallasini mulozimga tutqizdi. Uchi ushib qolganda qizirib, yog' tepchib turadigan chilmakdek barmoqchilik burnini yenik silab qo'ydi-da, engikini yo'lagan peti qiyolga ketdi. Niyoz Hokimbek azaldan qorasiga ish qilib boqmadi. Nab tegish ehtimoli bo'lgan maqsadni ko'ngliga pukkan hamon, maqsad visoliga elib boradigan yo'lning qanchalik uzun va xatarlik bo'lishiga qaramay shapashlab mengiyverdi. Yoqubbek uchun o'z ketman chopmadi. Xo'jalarning mahbiyatini yetkazdi, yakannimi xo'tannimi elishib berdi. Bu chog'da u ko'ngliga zoda qandoq maqsadni pukkan edi? Yo'q. Uning yanami cho'ngroq, yanami oliyroq maqsadlari bor edi. Faqat shu maqsad uchunla cho'jixumar sar osmonning qarda turib elib, o'z o'yisini ko'rsatgandek, quchoq xo'jalarga ha-hu deb yurib, jangi jidal sahnasida tuyuqsiz paydo bo'lgan Yoqubbekni inchkilik bilan ko'rsatdi. Uni 7 shaharda hatto texmu kengrak rayonda harakat qilayotgan g'ulluq kuchlar orasiga qo'yib, ehtiyot bilan dangsab ko'rdi. Uning kelgusidagi o'rniga ko'z yetkazgandan keyinla ondan Qashqarga qarab tabassum qildi. Yakan al qilingandan keyin Niyoz Hokimbek Yoqubbek bilan kech kunduz degidek birga bo'ldi. Uning odati, qo'y payli, yaxshi yomon taraflarini yaqindan turib ko'rsatdi. Kamchilik va ojizligini izladi. Yoqubbekning o'zi to bugungacha uchratgan, asra bo'lishgan odamlar ichida aql idrok, hiyla tadbir bobida o'zidan kam turmaydiganligini his qildi. Xotan safarining oldi keyinida u Yoqubbekka xeyli ko'p chora tadbir ko'rsatdi. Uningda o'zini aqlliq chog'laydigan, cho'ngchilik qiladigan deydigan yomon tuyg'u paydo qilib qo'yishdan saqlanish uchun gap aytib, maqsadni uqtirish usulini qo'llandi. Xususiy suhbatda obto'parastak echilib, jamoat oldida oz gap qildi. Ponsat beglarning hasad qilishidan, nizot yerishidan ansirab, ko'pning ko'ziga cheliqadigan so'rlardan amal bar o'zini chetga oldi. Bularning hammasi nima uchun edi? Yoqubbekdanmi tab tortmagan. Chatoqning oyig'i uzilmaydigan mushu parakandi yurtda dakku-dukku ichida kun o'tkazish uchunmidi? Gapning rostini qilganda, Niyoz Hokimbekning Yoqubbek bilan birga ketish o'yi bor edi.
Ochiq aytishdan hazar aylagan bilan o'rdadagi egisiz vazirlik o'rniga xeylidan beri bosh tortib yuradi. Mushu bo'shliqqa o'ltira olsa, u xotella emas, Qashqar yakangacha, hatto uningdanmi cho'ngroq yurtlargacha qo'l so'zalaydi. Xohlaganni hokim qilib, xohlamaganni qul qila oladi. O'yla Niyaz Hekimbek Qo'shbegining aql farosatiga qoyil bo'lmay tura olmadi. Chunki u intayin nozuk va abchil chorini o'ylab tepib, o'zini Yonortoq og'zidagi hokimbeklik taxtiga o'ltirg'izib qo'yib, ko'zini texmi cho'ng ishlarga tikkan edi. Niyaz Hekimbek juma namoziga azon chiqqanligini anglagandilar, ondan xiyol qaynamadan uzib chiqdi-da, o'rnidan turib, salla to'nini kiyishga boshladi. Mayli farmon bilan bo'lsin yoki ixtiyoran bo'lsin, hokimbek bo'lgan ekan, salohiyatini bildirishga, namozxonlik yo'li bilan taqvodorligini namoyish qilib, al rayini o'g'lashga to'g'ri keladi. Muqaddas masjid va minglagan namozxon maqsad yo'lidagi eng yaxshi maydon bo'la oladi. Cho'ng masjid hokim o'rdisiga ancha yiroq bo'lmasa-mu, lekin Niyaz Hekimbek masjidga otliq emas, taxtiravon bilan berishni muvofiq ko'rdi. Uni kutilmagan zarbadan ehtiyot qildi degandan ko'ra, taxtiravonda o'ltirishni yaxshi ko'rganligidan shunda qildi degan tuzukroq edi. Niyaz Hekimbek Manjular zamonasida 8 odam ko'taradigan taxtiravonni Kabul nusqiliq turar joydan cho'ng biladi. Bundaq esil taxtiravonda o'ltirish ming mansabdorning biriga nasib bo'lmaydigan katta bir omad edi. U har qitim bundaq cho'ng taxtiravonda gidayginicha o'tib ketayotgan xon ambolni ko'rganida tovus urug'idek kichik ko'zlari semiz go'shtning sho'rpisidek porqirab ketadi. Ba'zan kechalari tashqariga chiqib, odatda divon hovlisida turadigan bu taxtiravonni silab sipab qong'uchi mazza qilib oladi. U xon ambol, balki uningdanmi cho'ngroq mansabdorlar o'ltiradigan hashamatlik taxtiravonda birdanla o'ltirib olsa, arshi muallaqda parvoz qilgandek, ulug' sulolaning xon qasriga ziyofatga ketayotgandek hayajonlanadi. Biroq o'z vaqtida u 4-jarkilik ishq og'i bo'lg'achqimi, qoida bo'yicha bundaq yosidoq taxtiravonda o'ltira olmaydi. Taxtiravonda o'ltirib tush ko'rsimi, 3 kungacha ruhi urg'ib, yuraklari o'ynab, ko'ngli boshqacha yayrab ketadi. Shunga u hokimbek bo'lgan kunining atsila dunyo dapina o'rda manqullatlar bilan hisoblashib o'ltirmayla, Yasaul mahramlarini buyurib, Habibullah xondan qolgan gullik taxtiravonni toptirib kelgan va uni surtib, sir berib taxmuta qilib qo'ygan edi. Habibullah xonga burunqi xon amboldan qolgan bu taxtiravon yakandagi chog'larida silab rohatlanadigan yiliqi jalbkor taxtiravonga bakmi o'xshab ketadi. Niyaz Hekimbek masjidga bordi. Biroq u bu namozdan ko'ngli g'ash holda qaytdi. Musulmon odati bo'yicha parhezkor namozxonalar bir-biri bilan qizg'in salomlashishi kerak edi. Lekin masjidga kirishda bo'lsin yoki chiqishda bo'lsin, elishib qolgan ikki tejimaldan o'zga uningga hech kim salom bermadi. Hatto o'z qo'li bilan dastak tutqizgan kichikroq mahalla baglarimi, tanobchi, mirg'azablarmi jamoatning ayiblashidan qo'rqqan bo'lsa kerak, beshini tiqib elib tuzukroq chiroy ko'rsatmadi. Masjid imomi xuddi eg'zidan gupildab qo'roq-po'roq kelayotgan posiqni ko'rgandek uningdan o'zini qochirdi. Xotib xutbada yo Buzrukxonning yo Yoqubbekning nomini zikr qilmadi. Eng ig'ir kelgini shu bo'ldiki, bir muncha ushoq bolalar taxtiravon kayniga kirib elib, sarangni terik turgandek to'pi chashdi, qushqurtdi. Bosh oyog'ini onqirib bo'lmaydigan qo'shoqlarni to'lishib mazoq qilishdi. Niyaz Hekimbek kaynidan top besib kelgan 20 necha mahramga buyruq tushirib, bu quloq kasalarning quliqini yulib, quloq tutqizib qo'ysimi bo'ladi. Bu uning uchun bosh ko'ziga qo'nib elib, orom bermayotgan bir ro'chivinni o'rkitib bir ish edi. Biroq u unda qilmadi. Ko'rsimu ko'rmasga selib, anglasimu anglamagan bo'lib elib, o'zini tutib oldi. Hech bo'lmaganda u vaqtincha o'zini tutib olmasa bo'lmaydi. Agar yeniklik bilan ish ko'rib, teri to'pisida pul qilaman desa, qarab turib tamg'u usib, o'z beshini o'zi yerib oladi.
peyxoni teshib dard alimi ichiga patmay turgan puhraning әмділі қақыш бағылып келген жарахеті еңі ваштын шәлвәріп бейхуді іштейірілатты. Шуңа, у Яқып бәйні Қашқарga ұзды бәткенден кейін, әсілдегі қайды тәртіплеріні өз yolu білән үргізгеш, yurt әхліні, әл райыны хөкім тарасығы селіп өлчеп бақты. Бақма атысы, якен черікчі амбылы доңдарының өзіге берген тәлімлеріні әскі алды. Zamanısıda ötken şahin şahlarının yurt katılarının yurt so'rash risolalarini, nasab nomalarini, elni idora qilish o'rnaklarini qurmuqur aqtirib mulohiza yurgizdi. Natija shu bo'ldiki, ko'zini o'yganning ko'zini o'y degan aqidaga ixlos qiladigan xo'talliklarni al qilishda endi qattiqqo'llik qilishga, oshkora tig' ko'tarib ziyoda qon to'kishga bo'lmaydi. Tig'muti qarshilashdan somon tegida suv iqitishga o'tish, yo'lbosni sag'risidan silab ishlatish, odatdagi ishlarda org'amchini uzun qo'yib etish kerak edi. Xotan qatli omiga qatnashgan lashkarlarning ko'p qismi Qashqarga qaytirib ketilgan. Yerlik lashkarlarning yuragi qatmagan, tishlarini belab turgan puhradan lashkar tutish ishi sug'ichlashib turayotgan ahvol ostida shunda qilmasimi bo'lmaydi. Yaqub bek yakandan lashkar yo'tkab berish va'dasini ishga oshirgandan keyin ondan chatoqdan qo'rqishning hojati qolmaydi. Qatliam kuni bir bo'lak puhrani Yaqub bekning qilichi ostidan qutuldirib olishimi uning ko'z bo'yish hiylasiga tashlagan tunji qadami edi. U yo'l bo'yi qadamda bir uchrab turadigan qalandar hojatmanlarga pul puchak tashlab maqdi. O'rdiga kelibla Yaqub bek uchun har juma namozidan keyin avatiladigan 9 yamu bilan 300 tangani naq qilib qo'yib, Temur xazinchibekni chaqirdi. Odatda Niyoz Ekinbek ozniliq sovg'i salomni o'rda salom og'isi yoki odatdagi aloqachilar orqali mangdiratdi. Lekin bu qitim u alohida shaxs Temur xazinchibekni talab olgan edi. Yaqub bek ketgandan keyin Niyoz Ekinbek tarafidan qozi raislikka tayinlangan Temur xazinchibek Xotanning Manju hukmronligi davridagi hokimbegi Alshirbekning o'g'li bo'lib, aslida u Suloli cheriklari bilan Oqsuning Jom degan yerida turardi. Rashidin xo'janing inisi Jamoliddin xo'ja Oqsuni olmoq bo'lib Jomga yetib keldida, u yerni saqlayotgan cheriklar ustiga shiddat bilan bostirib keldi. Cheriklar bu tuyuqsiz hujumga bardoshlik bera olmay, to'lisi qirilib ketdi. Qochqonlari qochdi. Qochqonlar orasida boy xazinchibegi To'birmu bor edi. U shu qochqancha Xotan daryosini bo'ylab Xotanga kelib oldi. Rashidin xo'janing islom ochqonlik xabarini Habibulloh xonga yetkazib, uning bosh ko'tarishiga ha-hu deyishgan. Shu sabablik bu yangi podshohning e'tiborlishiga erishib, xeyli cho'ng mansabdor bo'lib qolgan edi. Aslida u Habibulloh xonning yaqin odami bo'lish sifati bilan Yaqub bekning qilichidan albatta omon qololmaydi. Lekin u Niyoz Ekinbekning odam avatib, maxfiy ogohlantirishi orqasida og'rib qoldim degan bahona bilan har 2 qitim zaviga bormadi va 2 qitimlik o'lim xavfidan omon qoldi. Yaqub bek shaharni olganda Niyoz Ekinbek Xotan ordisiga oldin avatilgan Ezizbek Jallatga Temur xazinchibekni o'ltirmaslik, nazarband qilib tutib turish topshiriqini berdi. Niyoz Ekinbek bilan oq ufkidek yaqin bo'lib ketgan Ezizbek Jallat uning degini bo'yicha ish qildi. Jahon sal tinchlangandan keyin Niyoz Ekinbek Temur xazinchibekni Yaqub bekning oldiga salomga akeldida, uning o'z tog'isi ekanligini, Xotanni fath qilganda o'rda ichida turib salomlashganligini aytib berdi. Temur xazinchibek Niyoz Ekinbekni o'ziga chin ko'nglidan yaxshilik qilyotidi deb hisoblaydi. Uning o'z vaqtida dadasi bilan yaqin o'tganligini, endi dadasining yuzini qilib o'zini o'limdan saqlab qolganligini bilganida, uning avliyolardek axloqidan ta'sirlanib, bir qancha qitim yoshirin ko'z yeshimi qilgan edi. Alshirbek Xotanda hokimbek bo'lib turgan mezgillarda yakan ishik og'isi Niyoz Ekinbek yakan xon ombilining topshiriqi bilan bir necha qitim bu yerga kelgan va hokimbek huzurida mehmon bo'lgan. Parang oraliqida bu hokimbekning nihoyatda boy ekanligini,
ota buvisidan miras qolgan nurg'un tangi tillani qandoqdir bir yerlarda ko'mib saqlayotganligini anglagan edi. Keyin jahon bir qancha qaytim o'ngtay-to'ngtay bo'ldi. Alshirbekmi o'lib ketdi. Lekin Niyaz Hekimbek xoh Habibullah xonning, xoh boshqa bir kishining bu maxfiy boylikni qo'lga tushirganini anglamadi. U yana Temir Xazinchibekning yolg'iz o'g'il ekanligini obdan biladi. Qoida bo'yicha Alshirbek jon uzish oldida bu boylikning qayerga ko'milganligini o'z varisiga aytib berishi kerak edi. Niyaz Hekimbekning uni tog'am davilishimi, xavf xatarga tavakkul qilib o'lim changalidan qutuldirib elishimi, qozi lashkarlik amalini in'om qilishimi shu behisob boylik uchun edi. Niyaz Hekimbek Temir Xazinchibekni ichkarki divonning xos xonasida qabul qildi. Mahram mulozimlarni yaqin yo'latmadi. Hekimbek uningga Qashqarga berish yo'lida yakanga tushib Muhammad Yunusjon Hokimbekni yo'qlab o'tishni, Yoqubbekda amal qilib yaxshi ta'sirat qoldirishni, muhimi Azizbek Jallod bilan pinhon uchrashib, o'rda yangiliklarni bilgach kelishni qo'yt topildi-da, ishki Yasovulning himoyasida yo'lga soldi. 11-bob Eg'ir kunlarda. Hammani bezor qilgan musibatli qish o'tib ketdi. Bahorga so'ngdishibla illiq yoz oylari kirib qoldi. Odatda Tomuz oftobida qaynab, puruqlab turadigan bu yurt bugun uzun kasal tartgan bedavo betobdek eg'ir holsiraydi. Yo'l yoqalariga soy tashlab turadigan suvodan teraklarning tuvi qurib, uchi qoqshal bo'lib ketgan. Eriqlari tinib, namlikdan asarmi qolmagan qoqiram ko'chalarda tizginsiz otdek chepib yurgan bo'ron nadindir uchirib kelgan bir tup quruq qamg'oqni qo'g'lab yuratdi. Rastalarda yo savdogar, yo xaridor ko'rinmaydi. Nagan-naganda echilib qoladigan birdan-bir navoiyxonaga kishilar xuddi uvisig'i ulashgan hasal harisidek o'lishib olgan edi. Yozliq kiyimi uchun 4 qara matog'i qisilgan odamlar paxtaliq chopon bilan biqsib, sesib yurishadi. Quruq xurjunni ko'tarib, ishik do'qirib yurgan qalandar Abdullaning hisobi yo'q edi. 10 odamning 9i och, dardman, jonni qo'yadiganga yeri yo'q tursa, taraf-tarafdan o'ridek so'zilgan qo'llarga, xunsiz ko'zlarga, qurib, cho'kildab ketgan qalpoqlarga, qoqshaldek uruq badallarga darmon bergudek biror yarmoq yoki bir burda non nima qilsin? Shaharga tava yezi qishloqlarda ahvol texmu eg'ir edi. Hozidor yurtning yig'isini anglab verib, bag'ri qaytib ketgan tog' o'z qo'ynida takli makonni ko'l qilavatgudek suv muzlarni yoshirib tursimu, nemishqudur eriq o'stanglarga bir tomchimi suv bermay yotadi. Shaharning ikki tarafidan eqib o'tadigan Qoraqosh va Yurunqosh daryolarining tegidagi toshlar chok-chok yerilgan edi. O'rim uchun atab qo'ygan oxirgi bir uchum ochliqni yeb tugatgan dehqonlar ko'zlik o'sa qilingan yerlarga urug' checholmay yotadi. Ishqi yaraydigan erlar qatli omda qirilib tugagan. Qayrisallar xotin bolalarning turmushi misli ko'rilmagan eg'irchiliklarga duch kelgan edi. Yuragi qaypidan chiqib ketgan nurg'un kishilar cho'l jaziralardan texicha qaytib kelolmay yotadi. Qazo qatirib kelmaydi balo mangdab degandek, ular heliqi qabohatlik tushning kutilmaganda qayta takrorlanib kelishidan ansiraydi. Cho'l dashtlarda sarson sargardan bo'lib, hayvon kunini ko'rayotgan ming'ilgan puhra jallod qilichining zarbisizla tig' tekkan qo'raydek qirilib yotadi. Kepak darvish Oy Muhammad bilan bo'sug'i ustida uchrashib qoldi. Oy Muhammad hamyonda kichik bir xoltini qo'ltiqiga qisib, toshqirga chiqib ketib yotadi. Salomdan keyin darvish: "O'g'lim, qaraganda bir yerga jabdulg'an o'xshaysan. Yo'lingga meniver. Keyin kelsammi o'xshash emasmi?" dedi-da kayniga burildi. Oy Muhammad aslida uyidagi bori yo'qi bir talangi qo'noqni Sho'rboq kentidagi Shiram tuqqunnikiga opirib bergili mangan edi. Oti bola ikki odam qonli qirg'inda biraqli o'lib ketgan u tuqqunnikida
bir tul ona 5 norasida bola bilan mushkul ahvolda qolgan edi. Oy Muhammad kepak darvishnimi billa elib berib, og'riq oniga dam soldirib qo'yish o'yiga keldi va uni to'xtatib elib, Darvish ota, sho'rbog' ancha yiroqmi emas. Malol kelmasa, ota bola mungdashqash billa berib kelmaylimi? Devidi darvish Oy Muhammadning taklifini xushallik bilan qabul qildi. Oy Muhammad uyda yolg'iz qilayotgan Gul oyimga ishikni chang taqib elishni qayta jikilgandan keyin kepak darvish bilan sho'rboqqa qarab yo'l oldi. Ular uydan ayrilganda gugun pardasi g'oyat zo'r qora tuvoqdek shahar osmonini qoplashga boshlagan edi. Qiz ishikni taqidi. Damni mahkam taqab mediriltib boqqandan keyin amdili ko'kirishga boshlagan uzum barangi ostidagi supiga keldida qilayotgan yangi ishini davomlashtirdi. Gul oyim go'zal va latofatlik xotin qizlarning barnosi edi. Majnun taldek avrishim bo'yi, qora qotdek ko'zlari, yemirilib turadigan qiyg'ash qoshlari. Xotinning olmasidek oq va siliq yuzida tabassumiga qo'shilib paydo bo'ladigan ziniqlari kishining maslikini keltiradi. Suruq surtgandek qizirib turadigan kichkina og'zi ejilay deb qolgan qizil gul g'unchisini eslatadi. Belak tomliqidagi ishga o'rimi qunduz chechi teqimiga tushib turadi. Gul oyimning onasi u 10 yosh vaqtida ziqi kesili bilan o'lib ketgan edi. Texi mushtak turibla oni mehridan mahrum bo'lgan bu notavon qiz mehribon dadasi qovul ustidan ham otiliq ham onaliq mehriga ega bo'ldi. U har kuni dadasidan burunroq o'rnidan turib taratga suv isitdi. Choy damlab oshg'iza etadi. Dadasiga agishib do'konga chiqadi. Qurbi yetgudek ushoq ishlarning hammasini talishib qiladi. O'zini ham singil ham ona qatorida ko'rib, haddidan ziyoda hurmatlaydigan okalarining ishidan qusur izlab, ularni teriktiradi. Ba'zida haqish qilib, kuyak besayotgan Yar Muhammadning yoqsidan uruqchidek bir tal ko'mirni to'ydirmay tashlab etadi-da, qurt deb chavakchilib varqirashga boshlaydi. Qurtdan o'lgida qo'rqadigan bu bechora qo'qasqa dasib olgandek sakrab andikila turganda bo'lsa, u kulib teliqib qoladi. Gul oyim Oy Muhammaddan dadasidan heyiqqandek heyiqatdi. Buningga Oy Muhammadning qopiqining dadasininkiga o'xshash doim turilib turadiganligi, kichik bolalarni onchi yoqtirib ketmaydiganligi, o'yin chaqchaq bilan hafsalasi yo'qligi sabab bo'ladi. Lekin Oy Muhammad toshqirga chiqib qaytib kelganda singlisiga biror narsa olg'ash kelishni zodila yodidan chiqarmaydi. Gul oyim oksi ishikdan kirgan hamon uning yenini oqtirishga boshlaydi-da, ya 3-4 chaqmoq qand, ya 2-3 dona yangoq tepib oladi. Gul oyim o't chachirib turgan qozonchilik do'konida goh erib, goh qaytayotgan cho'yin yenida cho'ng bo'ldi. U 16-17 yoshlarga qadam qo'yishi bilan sezgusida o'zgarish bo'layotganligini his qilishga boshladi. Uning ko'ziga hamma narsa illiq ko'rinadigan bo'lib qoldi. U o'sha illiq dunyoda o'ppida echilgan chechaklar orasida shung'ib yurgan beg'am qushdek yoyrg'ani edi. Hayot uningga shu qadar qiziq, shu qadar rangarang bo'lib tuyuladi. Qo'llari to jaynikigacha bo'yalgan, belak muskullari turim bo'rtib chiqqan. Abdidan yoshlik shiddati urg'ib turadigan Karim Qul bo'lsa, uning uchun o'sha hayot va o'sha chechaklardan ortiqroq lazzat beg'ishlaydi. Karim Qul 18-19 yoshlarga kirib qolgan kamsiz, eg'ir besiq, ehtiyotchan yigit edi. Ota-onasidan ayrilganiga 2 yil bo'lib qolganiga qaramay, bo'yoqchilar jamiyatining chirig'ini bir o'zi yondirib, ota miros hunarining barkitida kunlarini qadr ahvol o'tkazib kelyotdi. Biroq hamroh bo'lg'idek biror tuqqini yoki mung'iga mung, dardiga dard bo'lalug'idek biror hamshirisi bo'lmag'ini uchun turmushdimi, hunardimi yolg'izchilik tortiyotdi. Bo'libmi, neni usti bo'yoqchilarga qilg'ili ish chiqmayotgan yerda
Hünərdə texi kamalatga yetmagan bu bola bo'yoqchining oldiga keladigan ishning albatta tayini bo'lmaydi. Karimqulning hünəri rivoj topmay, haftalab qozon asolmayotganini uqqan qovul usta bir kuni uni do'koniga chaqirib elib, bolalarning oldida: "Bolam, teshingga tenimigining bilan o'z darding o'zingga ayon. Xudo qo'shgan qo'shnilar bo'lgandan keyin, xohlasang 3 vaqt g'izoda biz bilan birga bo'l. Uyimizga xohlagancha kirib chiqayver." Devidi cho'pchong bo'lib qolgan Karimqul yigitlik g'ururini bir yoqqa qayirib qo'yib, allaqachon g'ulichini kerib bo'lgan qovul ustaning quchqiga tashlandi. Shuningdan boshlab Karimqul bu oilaning e'tiborli mehmoni, shuningdek doimlik bir a'zosi bo'lib qoldi. Do'konning qotlangchilik vaqtlarida ularga qo'l qanot bo'ldi. Gulayim uning kiyim-kechaklarini yuyib, uylarini serib supurib berdi. Yeshi cho'ngiyib, orlashgan vaqti uzargan seri bu 2 yoshning ko'nglida bir-biriga qarata alohida bir sehrlik talpinish paydo bo'ldi. Karimqul yangi ishi bilan band bo'layotgan Gulayimga pat-pat chaqchaq qilib qo'yatdi. Mushukning miyovlig'ini do'rab jinini chiqarib yetadi. Do'konda ishkisila qolganda Gulayim bo'sh kelmay, tarlab pishib, kuyik besiyotgan Karimqulning qo'liqini, bilaklarini chindib oladi. Ko'ngil ko'zi orqali bir-birining qalb xonalariga bahuzur kirib chiqadi. Bo'libmi Gulayimning ketib yetib qayrilib qarashlari, qo'l selib kelayotgan chog'dagi tabassumliq beqishlari, tom chachlarini o'ynab o'ltirib, muğlinishlari Karimqulni ko'rinmas zanjir bilan o'ziga mahkam bog'lab olgan edi. Qovul usta 2 yoshning yurish turishidagi bu o'zgarishlarni olli-burun sezib olgan edi. Nimali degan bilan Gulayim rasida bo'lib qoldi. Muvofiq biror yigit bilan to'yni qilib qo'ydigan chaqmi kelyotdi. Karimqul yetim bo'lgani bilan obdan bola. Xudo buyursa, yurt jamoatga loyiqida choy berib, uni kuy o'g'il qilib olsam. Qizimmi yiroqqa ketmasa, Karimqulmi otsiz qolmasa obdan emasmi? Bu ikkisining ishiga akalarimi ma'qul bo'ladi har qachon. Deb o'ylaydi u Gulayimga qarab o'ltirib. Qovul ustining o'ylig'ini to'g'ri edi. Oy Muhammad bilan Yar Muhammad Karimqulni o'z inisidek yaxshi ko'radi. Singlisi bilan ichpash tortishib yurganini biladi. Dadasi bir eg'iz gap qilsa, to'y hozirligiga kirishishga tayyor edi. Biroq Qovul ustining o'z oldiga o'ylig'ini bor edi. U Sho'rbog'dagi Shiram tuqqunining cho'ng qizi Salomatxonni o'zicha kelinlikka ko'zlab yuradi. Oy Muhammadni uy o'choqlik qilmay turib qizini talonlik qilish uningcha rasm qoidaga oncha muvofiq kelmaydi. Afsus. 2 yoshning murod maqsadlari visol paytiga yaqinlab qolgan chog'da taqdir ularning eshig'i to'pi chashdi. Qovul usta Oy Muhammadga bu to'y haqida eg'iz etishga ulgurmayla yurtdan chiqib ketdi. Orqadilla Yar Muhammad bola qazoga yo'liqib olamdan o'tdi. Bir-biriga ulashib kelgan bu so'riqchiliklar tinch hayot kechirayotgan bir oilani vayronchilik girdobiga ittardi. Yar Muhammadning o'limidan keyin Gulayimning chiroyi zaprondek sarg'ayib ketdi. Yegini chiroyiga chiqmaydigan, chechilg'oq, o'ychan, kamso'z bo'lib qoldi. Beshida qandoqdir bir baxtsizlik soy tashlab turgandek, salla bexaslik qilsa, o'ziga cho'ng bir malomat yetidigandek g'amlanib yurdi. Ali yotqu mezgili. Tal barg'in orasidan vaqtsiz qurib ketgan bir tal yopirmoq tiriq qilib supug'i tushishi bilan qorichiroq yo'riqida kashti tikib o'ltirgan Gulayim ansiz varqirab tashladi. Uning ovozini anglagan Karimqul sovuq suvdan andikandek cho'chib ketdi va sargas besiyotgan qilibini cho'rib yetib, 2 o'ylini ayirib turgan pakar tomdan moymundek ortilib tushdi. "Nim bo'ldingiz Gulayim? Qo'rqmang, yiningizda men bor." Gulayim Karimqulning olqonlari orasida turgan qo'lini shart qilib tortib oldi. "Ha, siz miydingiz? Men texil sizni uxlab qaytib ketdimikin debdiman." Shu tap Gulayimning yuragi tinimsiz do'pildab, ko'krak qapisiga bosgandek urilg'ili turdi. U
gul oyimdan o'zga hech kim bo'lmagan bu uyga kechida kirib qolganiga xijil bo'lib turgan Karimqulga ta'tir qarab oldi va lavlarini tishlab kulimsirganicha dedi: "Uzza tartmaydigan yeningizni manba deysiz, qoringizni ko'ygili bo'lmaydi ya." Rost aysiz. Uyda yolg'iz ekanligingizni uqmabdiman. Uqqan bo'lsam, sizdan bir qadammi neri ketmaydim. Gul oyim lappida o'rilib Karimqulga qaradi-da, qishni yemirib qo'yib dedi: "Endi qo'rqmadim, chiqib uyqungizni uxlamamsiz?" Yo'q. Endi ko'zimga uyqu kelmaydi. Qo'g'lisangizmi, ursangizmi chiqib ketmayman. Qilin, ko'zimning odishidek. 12-bob darvishlarning suhbati. Bir to'p darvish shaharning sharqi-janub burchagidagi Qalandarxonaning cho'ng uyida dog' bo'ri ustida o'ltirishadi. Uy o'tirsida ko'tak ustida zamon-zamonlardan beri ishlatilib, bir iliq qiyinliqda qosiriq bog'lab ketgan qorichiroq chirisildab ko'yib turadi. To'rt temining hamili yeridan yulduz maraydigan bu uyning to'nlikidan kecha osmonida uzib yurgan to'lin oyning shu'lasi etilib kiratdi-da, darvishlarning yuzida bir qavat to'pi qoplab ketgan tom to'riklar ustida tangidek oq izlarni paydo qiladi. Sirtda 6-oyning salqin kechalarida bo'ladigan orom baxshlik hukm sursimu, kunduz optipining qoldiq harorati uy ichini to'nurda qizitib etgan edi. Pasha ko'mutlarning g'ingshlari, quloq qalqiniga qo'nib elib qon sho'rashlari jonni qoqishtatdi. Saqili beliga tushadigan bir darvish bo'yniga qo'nib olgan poshini jon ochiqida uvlab turib, o'llik so'zlayotdi. Yana biri ko'z oldida uchib yurgan olliqandoq bir bezang hasharatni olqonlar bilan qo'riydi. Boshqalari soqolliq darvishning so'ziga butun diqqati bilan quloq selishadi. So'zlig'uchining o'nglig'uchining g'ilpal yurib turgan peshonasida hurrak qapartmalar, munchoqdek ter tomchilari porqiraydi. O'ng'irqa eshikdan kirib olgan bung qung'uz uy ichini oylanib, bir haza o'ng'ildigandan keyin birovning gajgisiga o'zini otadi. 20 nafar makonsiz darvishga panohlik berayotgan bu Qalandarxona Habibullohxon zamonasida vaqti yerning husuli va o'shir zakot hisobiga bino qilingan bo'lib, yurt-yurtdan kelgan darvishlarning, qalandar hojatmanlarning ko'ngildagidek oromgohi edi. Kelib ketar darvishlar Qalandarxona begi orqali tegishlik yepincha, osh-ozuq bilan ta'min etiladi. Nomi Qalandarxona bo'lgani bilan bu yerning asosliq mehmonlari yanala darvishlar edi. Ularning orasida ajoyib notiq, xushfe'l, ilmlik darvishlarmi bo'ladi. Ba'zilari jangnoma, ilmiy nujum, polchilik va islom ahkomlarini pishiq biladi. Mozar mashoyiqlarning tazkirasi, xosiyatlari xususida so'z bo'lganda hech kim ularning oldiga o'talmaydi. Ular ichida ko'pni ko'rgan sayyohlar, eshonlarga qo'l bergan muridlar, tugumas jangi jadal, xo'rliqlardan o'zini qochirib yurgan mansabdorlar. Ma'lum sabab bilan pul-mol, rohat farog'atdan mehrini uzib, zohidlik yo'lini tutgan savdogarlarmi tepiladi. Qisqasi, janda quloq ostidagi bu yalon oyoq bandalar qarmoqqa sirliq ko'rinsa-mu, lekin kunduzi qabri quchoqlab urib, kechsi o'g'irlik qiladigan. Qalandarchilikni jon saqlashning vositasi qilib olgan bad axloq bandalardan osmon zamin farq qiladi. Kepak darvish bu alohida inson qatlamining eng hurmatlik va oqil a'zosi hisoblanadi. Atigini terixdek chechilib ketib, ko'z bog'langan chog'da ondan bu qadinas g'amxonasiga jam bo'ladigan bu kishilar bilmay uning og'ziga qaraydi. Bosh oyog'i yo'q talash tortishlarda uni odil hukm chiqarg'uchi deb biladi. Mana bugun tun tang bo'lguncha ular Amir To'mirning nima uchun soyib qiron deb atalganligi, Qobil Hobilni o'ldirgan kunning seshanba yoki chorshanba ekanligi, Otarut yulduzining yoz faslidagi burchi to'g'risida tarlab pishib datalash qilishdi. Oxirida bir fikrga kelolmay, "Qani sen bir nima deb boq" degandek
ko'z ifodasi bilan kepak darvishga murojaat qilishdi. Boyatdan beri xiyolida turli tuman fikrlar bilan hapilishib chiqqan kepak darvish beshini ko'tarib, atrofidagilarning o'ziga savol nasr bilan tikilib turganini ko'rdi. Rost gapni qilganda, kech kirgandan beri bo'lingan bu talash tortishlarning birimi uning qo'lqiga kirmagan edi. Yuragini totilayotgan parishonlik uningga birdam orom bermayotdi. Darvishlar hurmatlik odamining chiroyidagi alomatlarga, kayfiyatidagi o'zgarishga diqqat qilmay qolmadi. Demisimu, odatda u bunda qizg'in munozirlarga o'zligidan ishtirok qiladi va dal joyiga keltirib so'z qistiradi. Uning ilmi, zuvandarligi hammalarni suyuntirib etadi. Suhbat ahlining asyodi kepak darvishda qoldi. Uning mijozini bekrak tushundigan uzun soqolliq darvish avval eg'iz ochdi. Uka, mijozlar yo'qmi nima? Bir yerlari og'riyotamdi. Hech yerim og'rimaydi. Har qanday dardlar bo'lsa esila, yengillab qoladilar. Yordamimiz tegib qolsa-mu ajab emas. Yo'qsa tuqqanlar, ko'nglim bir oz g'ash turibdi shu. Musofirchilikda bir-birimizning dardiga yetmasak, dardimizga kim yetadi? To'g'ri dedilar oqsoqol. Bir Xudodan o'zga hech narsamiz yo'q. Uni bizdan qandaqdir bir sirni yoshiryotidi deb gumon qilgan darvishlar orqama-orqa savol yog'dirg'ili turdi. Kepak darvish endi toqat qila olmadi. Qora ujmi yegan bolaninkida qorayib ketgan qilin qalbki bilinar-bilinmas titrashga boshladi. Bu titrash bara-bara yuz muskullariga o'tdi. Oxirida butun badaniga tarqadi. Ko'z jiyaklari namlashdi. Simob misoli sirg'ib chiqqan ikki tomchi yosh burnining yenidagi uyuqchidan seyrilib tushib, oppoq burti orasiga kirib ketdi. To'g'u to'shida ko'tarilib turgan ko'krak qapsi birdilla kengaydi-da, yig'i orlash ovoz etilib chiqdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Bu ketdi bu jahon. Hocamning qursiqi to'q, qo'li bilan kor yo'q degan shu-da. O'rdadagi bang hocamlarning fuqarolar bilan aslo kori yo'q. Mushundaq chaqda fuqaroning beshini silamagandagini qandoqmi odam degani bo'ladi? Bir Alloh va uning payg'ambaridan o'zga hech kimdan qo'rqmaymiz. Hech kimga berishimiz va hech kimdan ilishimizmi yo'q? Jon ber, qo'vrig'i 18 deb tikan. Tavakkul deb hokim bayning oldiga berib, uni insofga dalolat qilili. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xush.